Assalomu alaykum, Turkiya fonchi ustakalar. Navbatdagi stanoklarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bularda yulduzcha do'ppichalar Tojikistonga yasab berdik. Bu do'ppicha, bu yog'i yulduzcha, oyog'i yo'q yulduzcha. Bu 8 qirra yulduz, u yog'i 6 qirra yulduz. Bu ham 8 qirra, bu yog'i 4 qirra oyoqchali yulduz. Oyog'i 2,5. Do'ppicha, yulduzcha, bu dela fasonimiz tig'i. Buni podiomi 45 bukiladigan joyi 5, yelkasi 8 bo'ladi, 5 ga 8. Bu ham do'ppicha, bu yog'i 90. 2 ga 3 podiomi. Hozir bir qator kesishlarni ko'rsatib o'tamiz. Hop, bu tunikamiz 0.35. Hozir kesishni ko'rsatib o'tamiz. Bu 11 ga 11. Yulduzchamiz. Yulduzchamiz tayyor. Bu 8 qirra yulduzchamiz. Bu 6 qirra yulduzimiz. Rasxoti 12,5 rasxotdan chiqqan. Yo'q, shunaqa. Vaqtdan shuni katta kesib qo'yamiz. Yulduzcha bu ham. Bu dela fasonida keshyapmiz. Qaychilarimizni hammasini Tojikistonga yasab berdik. 90imiz kesishlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumanida. Yana bu yerda universal qaychilarimiz bor. Nasatkasi 6 ta, o'sha standart. Bu dela fasonimiz, ichkari dela fasonda stanogi. Bu rombik bukadigan.